Eski kompaniyamizning hisobida 20 tadan oshiq shaxsiy fuqarolarimiz bor. Yo'lda qaysidirda muammo chiqsa, orqasidan tez yetib borib, o'shani hisobiga ham bizaniki o'z vaqtida va sifati buzilmagan holatda keladi yuklar. Ko'pincha logistika kompaniyasi yashirin xarajatlarni etishmaydi. Bojxonaga kirgandan keyin bir haftalab, 2 haftalab yuk qolib ketib qolishi mumkin. Yuk hajmi bizga qiziq emas, bizani qo'rqitmaydi. Ulug'bek aka bir daqiqa vaqtingizni olamiz. Assalomu alaykum. Ko'pchilik kommentariyaga yozishadi-da, ya'ni ishonishmaydi. Yuklarimiz Qashqardan, ya'ni Xitoydan 7-8 kunda kirib keladi desak. Endi buni qanaqadir siri bormi? 7-8 kunda hech qanaqa siri yo'q, noodatiy narsa yo'q. Bu yerda bizani o'zimizning shaxsiy firmamiz, logistika kompaniyamizning hisobida 20 tadan oshiq shaxsiy fuqarolarimiz bor. Shaxsiy shoferlarimiz va shaxsiy fuqarolarimiz. Yo'lda qaysidirda muammo chiqsa, orqasidan tez yetib borib, peregruз qilinadi va ikkinchi fura yo'lga chiqadi. Uni hech qanaqa siri yo'q. O'shani hisobiga ham bizaniki o'z vaqtida va sifati buzilmagan holatda keladi yuklarimiz. Keyin hozir biz e'lon berganmiz Instagram tarmoqlarida bu narsa 130 kub yukni $4000 olib kelib berish xizmati, ya'ni yo'lkira haqqi. Yo'lkirani o'zi. Boshqa joylarda 3800, 2700, dalchi 2500 ham bor. Bular qanaqa endi? Xo'p, juda ko'p, $1,5-2,000 ga ham bor. Qashqar shahridan Toshkentga yetkazib berish, u yerda yashirin xarajatlari ham bo'ladi. Ko'pincha logistika kompaniyasi yashirin xarajatlarni etishmaydi. Yashirin xarajatlarga nima kiradi? Taks xarajatlari, tranzit xarajatlari kiradi 0.4% dan. O'sha narsalarni ular etmaydi. Tamoji bojxonaga kirgandan keyin bir haftalab, 2 haftalab yuk qolib ketib qolishi mumkin. Bizda hammasi shaffof. Yo'l kirasini aytamiz $4000. Bu $4000 dan tashqari yashirin xarajatlarni ham summasini aytib ketamiz. Ulug'bek, yana ko'pchilik yana bir savol bilan qiziqishadi. Qanaqa yuklar olib kiriladi? Buni chegarasi bormi? Xo'p, bizda ma'lum bir belgilangan yuk yo'q. Misol uchun mana bugungi mijozimizning yuklari og'ir texnikalar uchun moyli ishlatiladigan moyli olib kelingan. Yukki hajmi bizga qiziq emas. Bizani qo'rqitmaydi. Xolasalar katta miqdorda olib kelsalar, xolasalar 50 kilodan 100 kilodan past bo'lmagan, bir kubdan past bo'lmagan yuklarni berishsa, biz olib kelib beramiz, yetkazib beramiz. Demak, eng minimum yukki qancha zakaz qilsa bo'ladi? Xo'p, 50 kilo. Shu 50 kilo, 100 kiloni bir kubga to'g'rilab berishsa, hajmini mo'ljallab berishsa, biz olib kelib beramiz. Rahmat, charchamang. Salomat bo'ling, charchamang.